Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz hamyurtlar. Barchangizga hozir yangi mavzu bo'ldi. Shuni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Meni kuzatib borayotgan hamyurtlarimizga diqqat bilan ushbu mavzuga quloq solishinglarni va fikr chiqarishinglarni so'rayman. Sababi mana kecha ommaga tarqalgan yangi xabar Andijon viloyatini hokimini o'rinbosari investitsiyalar va sanoat va savdo boshqarmasi boshlig'i bo'lgan bir paytlar Botir Hamroyevni sud 7 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Uni jinoiy sheriklari ham bor edi. Menimcha ular 30 kishi tashkil qiladi, juda ko'pchilik edi. Va kecha yangi xabarlarga ko'ra apellyatsiya sudi bu qaror noto'g'ri chiqargan sudya. Bunga juda katta og'ir jazo berib yuborilibdi deb bu jazoni yengilligiga almashtirib qo'yishibdi. Axloq tuzatish ishlari bilan va o'tgan yili qo'lga olingandan beri qamoqda o'tirgani uchun bir kunni qamoqda, bir kunni 3 kun axloq tuzatish ishlariga tayinlab, ular sud zalidan ozod qilib yuborishibdi. Ushbu hokim o'rinbosari viloyat hokimining o'rinbosari bo'lgan inson tintuv qilinganda uydan 3 million dollar pul chiqdi tintuvda deyilganida. Endi o'ylanib qolamizda, biz oddiy odamlarmiz. To'xta. Davlat xodimlari, huquq-tartibot xodimlari bu guruhda endi hozir aytaveramiz jinoiy guruh deb. Nimaga? Sud ularni jinoyatchi deb tan oldi. Jazoni qanday berishdan qat'iy nazar jinoyatchi deb tanilgan. Xo'p, hokim o'rinbosarini, viloyat hokimi o'rinbosarini uyida 3 million dollar pul chiqqanini kim qanday izohlab beradi? Bu pul qayerdan kelgan? Katta amaldor uni uyida buncha pul nima qilyapti? O'zi shu pul bormidi? Bor bo'lgan bo'lsa sudda bu pulni kelib chiqish tarixi nima deyildi? O'rganildimi? U pul davlat hisobiga musodara qilindimi? Yo egasiga qaytarib berildimi? Oddiy gap shu yerdan boshlanadi. Demak, hokim o'rinbosari ushalyapti, tintuv qilinyapti, uydan katta summada, o'ta katta miqdorda bo'lib ham chet el valyutasi chiqib kelyapti. Olib borib qamashyapti. Sud 7 yil beryapti, sheriklariga ham beryapti qanchadir sroklarda. Apellyatsiya sudi buni bekor qilib yuboryapti. Ana bekor qilib yuborib, yengil moddalar bilan 167 keltirilgan zararni o'rniga qoplagani uchun bularga qamoq jazosi berilmaydi, atiy qilinadi. Lekin qamoqda o'tirgani uchun ozodlikka chiqarib yuboradi. Hammamizga tushunarli. Lekin tushunmaydigan joyimiz bor. Sabab bu yerda kim yana xatolikka yo'l qo'ydi? Huquq-tartibot idoralari noto'g'ri ishladimi? Noto'g'ri ushlab qo'yishibdimi? Bu pullar yo'qmidi? Bunaqa katta summada talon-tarojlikka yo'l qo'ymaganmidi bular? Bular jinoiy uyushgan guruh emasmidi? Chunki uyushgan jinoiy guruh bo'lsa 142 uni jazo chorasi juda og'ir. Endi shunaqa gaplar kelib chiqaveradi. Endi boshqa narsa. Yaqinda xuddi shunaqa boshqa ish o'rganadi. Bir fuqaroni urib komaga tushirib qo'ygani uchun 9 yil berganida sudya, keyin uni apellyatsioniy sud 3 kishi yengil jazo choraga almashtirib yuborganida xuddi shunaqa. Yo'q, keyin
bu qarorlar noto'g'ri deb topilib, 4 ta sudya qamoqqa olinyapti va o'sha jinoyatchi yana ushalib kelib 5 yil 6 oy qamoq jazosi beryapti. Endi u yerda yakka o'zi bo'lgan. Bular bir to'da, bir guruh, 2 va undan ortiq shaxslar davlatga qarshi qilingan jinoyatlar sirasiga kirish kerak. Hali modda qo'yishda meni o'zimning fikrimda ular 10 ta tepaga chiqib ketgan. 167 emas, 157 bor, modda bor. Davlatga xiyonat degan. Shu yerda davlatga zarar keltiradigan moddiy boyliklar haqida ketadi. Gap 157 da. Davlat xoini deb turib, nega shu statya qo'yilmadi? Bu statya qo'yilganda 10 yildan 20 yilga chor bo'lardi. Bu birinchisidan. Ikkinchisidan yana bir tomondan o'rganib ko'ramiz. Xalq birlashib o'zimizni, hali nima desa bo'ladi buni oddiy qilib aytganda, o'zimizni xohishimiz bilan biz prezident saylaymiz. Prezidentimiz shu davlatni boshqaradi, bizga yetakchi bo'ladi. Prezidentimiz esa viloyat hokimlarini tayinlaydi. Uni siyosatini qo'llab-quvvatlash, davlat manfaati uchun xizmat qilish uchun viloyat hokimlari o'ziga yordamchilar oladi. O'rinbosarlar. Botir Hamroyev ham xuddi shunaqa bo'lib kelgan. Shuhrat Abdurahmonov uni bilib turib bu ishga qo'ygan. Prezidentga aytgan, prezidentni xalqni manfaati uchun xizmat qiladi, davlat uchun. Endi bo'layotgan ish berilgan mablag'larni, yangi ko'rinishdagi loyihalarni tushunishim bo'yicha o'zini shaxsiy, o'zini mansab vakolatidan chiqib turib, bular talon-taroj qilgan. Buni sud tasdiqlayapti. Zarar qilgan, talon-taroj qilgan, uni qayta joyiga qo'ygan deyapti. Sudga ishonamiz. Lekin 157-moddada davlat xoinlari davlatga iqtisodiy zarar keltirishi belgilab qo'ygan. Mana gap qayerda? Kimdir prezident qo'ysa, o'zini siyosatini ma'qullab, xalq manfaatida ishlaydi deb qo'ysa, unga vakolat berilyapti, moddiy boyliklar berilyapti, investitsiyalar. Bekarga uni egallagan mansabi ham investitsiyalar, sanoat va savdoni rivojlantirish boshqarmasi deyiladi. To'g'ridan to'g'ri kelib chiqyapti menimcha. Yo'q, bular aylanib o'tgan, boshqa yoqqa olib ketyapti, 167 bilan zararni to'lagan deb. Bo'pti, unda birinchi sudyani haydab yuboraylik. Nimaga 7 yil jazo chorasi berding, qamoq chorasi? Qaysi biringlarga ishlaylik? Birinchi sudyagami yo ikkinchisigami? Qaysi biri to'g'ri bo'ladi? Xalq adashmasin, xalqqa to'g'ri ma'lumotlar beringlar. Mononi uyga boruvdik, 3 million dollar chiqdi. Yo chiqmadi. Noto'g'ri aytib qo'yibmiz. Uzr, kechirasizlar. Bizning shunaqa odatimiz bor. Birarda chiqib qoladi, birarda chiqmay ham qolaveradi, birarda yo'qolib ham qolaveradi. Xalqni nimaga ahmoq qilasizlar? Bittasi kelib turib, bular aybdor, jinoyatchi deb turib, jazo chorasini beryapti, qamoq jazosi. 3 tasi kelyapti-da, yo'q, bu noto'g'ri, bu sudya noto'g'ri qaror chiqargan. Mana biz to'g'risini chiqaramiz deb turib chiqarib boryapti. Zarar keltirilganmi? Keltirilgan. Bir guruh shaxslar birlashib keltirganmi? Yo hammasi hali bir yerda pul bor ekan, hammasi o'zicha kelib, ash pulni olib ketaverganmi? Qanday tushunamiz?
Nima hokimni yordamchisi bo'lsa, boshqarma boshlig'i bo'lsa, uni bir narsa qilib turib chiqarib yuborish kerak. Gap tegib qolmasin. O'zi Andijon viloyati korrupsiya bo'yicha eng oldida yurganini hattoki prezidentimiz o'zi ta'kidlab gapirdi-yu. Abdurahmonov ko'zingni och. Prokuror ham yonida turuvdi, boshqalar ham yonida turuvdi. Qatta gapirgan. Oddiy xalq qanday tushunish kerak bunaqa narsalarni? Biz o'ylayapmiz, mana bitta korrupsion sxema qilgan jinoyatchilar to'dasi ushaldi deyapmiz. Endi sud bularga qonuniy baho beradi deyapmiz. 7 yil oldi deyapti. Keyin yo'q, buni yengiliga almashtirib yuboryapti. Adolatni qayerdan istash kerak? Va endi kim bunga javob beradi? Bo'lmasam huquq tartibot idoralari xodimlari aytsa, 3 million yo'q edi desa, yo bor bo'lsa, bor edi va uni qayerga g'oyib bo'lgan, nima bo'lganini taqdirini aytinglar-da, biz ham bilaylik. Sababki 3 millionga agar Andijon shahrida hozir 2 xonali uy 30 ming dollar, 30 ming dollar turadi. 100 ta oilani, kambag'al oilani, uysiz oilani joylab qo'yish mumkin bu pulga. Chunki bu pul Andijondan chiqdi. Agar noqonuniy bo'lsa, qaytarib berib, byudjetga berib turib, shu kambag'allarga uyqu beraylik. Yana bitta tushunmaganim, shuncha talon-tarojlikka yo'l qo'yganlarga 3 yil hokimiyat organlarida ishlash, umrbod ishlash mumkin emas. Nafaqat o'zi bola chaqasi ham ishlamaydi endi demaysizlarmi? 3 yildan keyin yana bir yerda o'tiraveramiz endi. Qanday tushunsa bo'ladi? Bittasi ishdan olinsa, ikkinchi joyga qo'yib, bittasi qamalib chiqsa, yana bitta joyda o'tirgan bo'ladi. Oddiy xalqqa ashi joylar yo'q nimagadir. Oddiy xalq yuraveradi, shu 25 yil qayerdadir, qanaqadir ish bo'lsa yuraveradi. Chunki uning orqasida hech kim yo'q. Lekin halol, mehnatkash. Mehnat qilib yuraveradi, unga tegma deydi. Uni tepaga ko'tarsa, o'rniga kim ishlaydi? Biz ishlamaymiz u deyishadi. Hali tizimda tushunmayapman. Biz korrupsiyaga qarshi kurashyapmizmi? Yo nomigami hamma narsa? Hamma yo'q hali bunday odamlarni ko'zga ushaldi. Unga so'roq berildi, jazosini berdik, jazosini yengillatdik. Xo'p, yana bir qarasa, yana qanaqadir lavozimda ishlayotgan bo'ladi. Xullas shunaqa bir endi bu bitta Botir Hamroyevning atrofida emas, boshqalar ham bor, xuddi shunaqalar. O'zini men o'zim hayron bo'lib qolaman. O'tgan safar ham gapirdim. Xorazmda Adliya boshqarmasi boshlig'ini va favqulodda vazirliklarda bo'linmasini boshlig'i prezidentning himoyasidagi voyaga yetmagan yetim qizlar to'g'risida. Shularni olib kirib, ishqiy munosabatda bo'lganlarga jazo chorasi menimcha unaqa avvalo birinchidan qo'yib yuborildi. Keyin bilmayman 2 yilmi 1 yil berib qo'yishdi-da, qutulishdi. Nimaga oddiy xalqni darrov olib kirib qo'yaverasizlar-ku. Darrov qanaqadir so'roqlar berib yuborasizlar. Apellyatsiya ham uddashni qolib ketaveradi. Va amaldorlar ushalib bo'lsa, darrov qanaqadir bir guruh chiqib qoladi shekilli. Darrov u yoqqa yugurgan, advokatlik qilgan. Keyin qarasang chiqib kelaveradi. Sababini tushuntiringlar, biz ham sababini bilib olaylik. Hali o'ylanib, nima buna bo'ldi?
nimaga qarashmadi, nimaga qo'yib yuborishdi degan savol javoblar ko'paymasin, bilib qolaylik. Osongina, ha bunga rostdan ham bularga hech qanaqa qonun ishlamas ekan. Qonun ishlasa ham yengilroq ishlar ekan deydi. Sabab sening amalin yo'q, senga qonunni ishlatib yuboramiz. Buni amali ham bor, orqasida qanaqadir turgan akaxonlari ham bor. Balki opaxonlari ham bordir, amma pochchalari ham bordir. Tiqilib o'lishib ham qolmaysan senlar. Haqiqatda xalq pulini yeb, ishib, semirib, yana hali ishratuvozliklar ham qilishasan. Hech kim gapirib berdi. Qachongacha or? Bu yerda eng qo'rqqani mana shu huquq tartibot organlari bo'lsa, shulardan qo'rqib yurgan, ushashmayotgan ashnaqalar. Yana bir to'pi prokurorlar, bir to'pi sudyalar. Mana qaysidir tashkilot tadbirda qilgan, ushab chiqqan, hamma yo'da analar olib boryapti. Qamoq jazolarni olyapti, xalq yo'q, bo'pti, xo'p, hech bo'lmasa mashlar ushalibdi-yu deb tursa, yana 3 tasi chiqib kelyapti. Yo'q, qarochi, oldingi sudya xato qilgan deb ochiq aytyapti. Chunki 7 yil qamoq jazosi berilgan, uni 3 yil axloq tuzatish bilan almashtirib qo'yapti. Yana bitta o'ziniki emas, undan tashqari 24 tasini ham jazo choralari almashtirilgan. Men tushunmayman, kim qarash kerak? Adliya qarash kerak. Balki prezident administratsiyasi boshlig'ini o'zi shaxsan aralashib ketish kerakdir, Said Mirziyoyev. Nimaga buni qilishyapsan? Otabi siyosatiga xiyonat qilayotganlarni nima qo'yishib boryapsan deb nima? Deyish kerak-ku. Prezident siyosatiga xiyonat degan narsa. Prezident siyosatiga xiyonat bo'lsa, men tushunishimcha davlatga xiyonat qilgan bo'ladi. O'zi shu Andijon viloyatida katta bir taftish guruhi kelib, hammasini bir boshdan elakdan o'tkazib yuborsa, 3 million emas, juda katta summalar chiqib keladi. Oyog'i kuygan tovuqdek yugurib olishadi. Sichqonni ini 1000 tanga olib ketadi. Toshkentdan bilmayman, Toshkent bilan Andijonning o'rtasida o'zlari uchun alohidalik reaktivni samolyot qo'yib olishadi borib kelish uchun. Qachon mana prezidentimiz yaqinda aytdi. Korrupsiyaga qarshi endi qattiq kurashamiz, yangi tizim yaratamiz. Prezident bu yerda yangi tizim yaratish bilan ovora. Bu yerda ushab kelganlarni qo'yib yuborish bilan ovora bo'lyapti. Ve hozir so'rayotganim qaysi biri bo'pti, xo'p, bu apellyatsion sudyalar to'g'ri bo'lsa, unda oldingi qaror chiqargan sudyani nima qilamiz? Noto'g'ri qaror chiqargan sudyani qo'yinglar, ishlatma pensiya nafaqaga chiqarib yuboringlar. Yo bo'lmasa bu uchastka ishini qayta ko'rib chiqaylik. Sababki hozir bittasini qo'yib yuborildimi, keyin boshqasini ham qo'yib yuborishga majbur bo'lasiz. Bularda qiladigan ishi bir xil bo'lar ekanda, katta proyektlarga prezidentimiz investitsiyalar topib yo'naltirar ekan. Mana Andijonga mana mashincha pul deb. Bular o'tirib olib, ularni talon-taroj qilar ekan. Ishratbozliklarni ham qiladi, boshqasini ham qiladi. Xullas, prezident bergan taklif bo'yicha o'sha yo'nalishda ishlar yo'q bo'ladi. Qilinmaydi. Va nima bo'ladi? Buning oqibatida o'sha bitta olingan yo'nalish barbod bo'ladi. Xo'p, bularni keyin ushasa, bular qayerdandir pulni topib kelib qo'yib qo'ysa, bo'ldi, yana yurishaverar ekan. Prezidentimiz siyosati nima bo'ladi? Qolaveradi. Andijonda bir guruh, Namanganda, Xorazmda, Surxondaryoda hammasi bittadan guruh bo'lib olib turib, bittasi qishloq xo'jaligi bo'yicha, bittasi sanoat bo'yicha pullarni yeb tashlaversa, rivojlanish nima bo'ladi?
Shuning uchun aytyapman, prezident administratsiyasi bilan huquq tartibot idoralari qayerga qarayapti? Achimaysizlarmi prezidentni qilayotgan sa'y-harakatiga? O'zbekiston Respublikasini rivojlantiraman, ravnaq topsin deb harakat qilyapti. Boshqacha bo'lsa aytinglar. Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, avvalambor bu voqeadan men ancha ranjiganim bilinib ham turibdi. Nimaga? Bizni yo'nalishimiz halol, malakali shaxslar amallarga o'tirib shu vatanimizni rivojlantirishga hissasini qo'shsin deyapmiz. O'zlari tayinlayotgan odamlar, biz tayinlamayapmiz, xalq hech nimani nima qilmaydi. O'zlariga o'rinbosar, maslahatchilar, boshqalarni olishadi-da. Keyin ish bo'lmaydi mana. Bitta aytyapman, bunga ham nechtadir loyihalari bo'lgan, nechtadir loyihalarga pullar ajratilgan. Hamma gap aylanib kelib, yana bu yerda jabrdiyda o'zbek xalqi bo'lib qoladi. Boshqasi bo'lmaydi. O'g'irlagani tishini kavlab bir yerlarda yuraveradi. Tug'ilmagan nevarasiga chor uylarni qurib qo'yib, xuddi ular o'lmaydi. Shuning uchun aziz hamyurtlar, mana shunaqa ishlar paytida jim turmasdan to'g'risini gapirib haqiqatni talab qilishni boshlash kerak. Tushunish kerak. Ishlashimiz kerak ekan, xalq bizdan norozi ekan deb bilish kerak. Bular hisobot berib boraveradi. Xalq hamma yoqdan rozi. Hamma yoq yetarli bizda deb. Yo'q, haqiqatni ko'rsatish kerak, haqiqatni ochiq oydin chiqib aytish kerak. Keyin negativchilarga, negativ yozadigan, kommentariyalarda yozadiganlarga bitta taklifim bor. Negativ yozsangiz, endi u ham ko'p emas, Xudoga shukr, meni kanalimda unaqa chiqishlarimda unaqa ko'p nimani yozishmaydi. Lekin ashular ham haligi o'zingizlarning fikringlarni to'g'ri tushuntirib yozinglar. Bitta men o'qimayman sizlarni kalta fahm yozgani. Butun mana shu kuzatib turganlar ashuni o'qiydi. O'zingizlarni sharmanda qilmay, biron taklifinglar yo bo'lmasam sizlarni bu meni fikrlarimga qarshi bitta fikringlar bo'lsa, ashuni to'g'ri yozinglar. Men necha marta aytyapman, men o'qib ko'raman. Agar sizni gapingiz to'g'ri bo'lsa, o'rgan sizga qo'ng'iroq qilaman, bog'lanaman, rahmat aytaman. O'zimni mana shu gapirishlarimda to'g'rilab olaman. Endi doimo menga o'z iliq fikrlarini bildirib ketayotgan kuzatuvchilarga sizlarga katta rahmat. Nimaga? Haqiqatda kommentariyalarda o'qiganimda sizlarni gaplaringlardan ham ruhlanaman, ham xursand bo'laman. Sababki hech bo'lmasa ozgina tushuntirish olib boryapman ekan. Xalq qo'llab-quvvatlayotganini sezib tursiz, bu yaxshi narsa. Shuning uchun iltimos mana shunaqa mavzular chiqishlarimda aktiv bo'lib, faol bo'lib, o'zingizlarni dunyo qarashinglar bilan, o'zingizlarni fikrlaringlar bilan bo'lishib turinglar, erinmasdan kommentariyalarda yozib ketinglar. Va yana eng nimasi, qaysi mavzularda chiqishlar bo'lishini xohlaysizlar? Keyingi mavzuyimiz hozir aytib ketishim mumkin. Oliy Majlis Qonunchilik palatasini bir chiqargan qarori bor. Keyingi mavzu shuni, agar iloji bo'lsa jonli suhbat qilib sizlarga shu mavzuni bo'lishmoqchiman. Bu ham bizga dolzarb, xalqimiz uchun dolzarb mavzu.
Yana bitta gapim, barcha yurtdoshlarimizga iltimos, o'zinglarni huquqinglarni, o'zinglarni burchinglar, hammamizni burchimiz bor, hammamizni huquqimiz bor. Muomala qilish madaniyati, shularni o'rganib olinglar. Bu kerak bo'ladi. Bugun bo'lmasa erta, o'zi har kuni kerak bo'ladi odamlar bilan muloqot qilishlarda. Shuning uchun qanchalik xalqimiz savodxon bo'lib, huquqiy bo'lsa, huquq bilimlari kuchli bo'lsa va xalq bir-biri bilan, mana shu fuqarolarimiz bir-birimiz bilan juda yaxshi nimada gaplashsa, bir-birlarini hurmat qilib, biz aytyapman, kuchli millat bo'lamiz. Rivojlanishimiz ham bo'ladi. Lekin avvalo huquq va o'zimizni huquqlarimizni bilishimiz, haqiqatni gapirishimiz kerak. Haqiqatni ochiq-oydin gapirib, faqat madaniyat bilan tushuntira bilishimiz kerak. Biz borganda ko'rganlar tushunish kerak. Barcha yurtdoshlarimiz, hammanglarga sihat salomatlik tilayman. Ishlaringlarga, oilanglarga rivoj tilayman. Doimo sog' salomat bo'linglar. Sizlarga oldindan rahmat aytib, efirni yakunlamoqchiman.